Roblox lekin bugungi videoda biza bunaqa musurkalardan, ya'ni musur boxlardan, musurka narsalardan короче sotib o'yin davomida chindaga tushuntirib o'taman. Polностью video boshlash videoga like bosib, kanalga obuna qo'yishni unutmanglar. Har doim random yangi 5 bo'ladi. Men Durziga qo'shaman bolalar. Videoga like bosib, hamma kanallarga obuna bo'lib, kommentariyga yozib qoldiring. Albatta o'zlarimizga beradigan podarkalarni olamiz. Rare box berdi. Mana shunaqa quti bo'ladi bolalar. Короче, bu qutiga 11 ta klientimiz bor hozir, lekin ularga sotmaymiz. Bitta qutini qo'yamiz, qarasanglar hozir 59 sekundga ochiladi. Endi buni tezroq ochilishini qilsak bo'ladi. Men ustiga bosib tashlasa juda ham tez ochilishi kerak mana. Hozir bu 50 sekundda emas, atigi bizga 15 sekundda ochiladi mana. U ochilib bo'ldi. Endi buni ustiga bosib turib qutini ochadigan bo'lsak, bizga mana shunaqa randomli musurka narsalarni beradi bu. Uy, 1 kilogramm tarvuz berdi. Bu qayerdan kimnidir tarvuzi. Короче, buni sotib olsa, mana klient kelyapti ko'rayotgan bo'lsanglar, 1 kilogramm tarvuz olib ketadi hozir. Menga $400 berdi. Endi mana shu yerda bu qutilarni biz mana bu yerda sotib olamiz. Bizda ishchi olsa bo'ladi. $500 ga men ishchi oldim. Bu ishchi bizga mana shu qutilarni olib turib ochib beradi. 20 ga yana ishchi olsa bo'ladi. Короче, bu yerda hozir biz starter pack bor bola. Starter pack olaman. Starter pack olganimdan keyin bu yerda mana nefik boxlarni berdi. Mana shu qutilarni bu yerga qo'yib chiqaman. Endi uy bilan mana 3 soatda ochilar ekan. Voy bilat. 3 soatda ochiladi bu. Nima chiqar ekan buning ichidan? Voy bilat 3 soatda ochilar ekan. Jinni ekan bu вообще. Mana ishchi o'zi qutilarni olib mana bu yerga qo'yib ketyapti. Vaqt o'tib bu qutilar ochiladi. Men ochib chiqamiz. Keyin betga uy osilgan bo'lar ekan, lekin bunga pul kerak. Biz kuchaytirishimiz kerak, biz ko'proq pulimizni kuchaytirishga ishlatishimiz kerak. Demak, biz nima qilsak bo'ladi? Mana uni kuchaytirishimiz kerak albatta. Keyin mana uni kuchaytirishimiz kerak, mana uni kuchaytirishimiz kerak va mana uni, lekin bizda hozir pul yo'q. Bular mana ustiga bosib tashlasak tezroq ochilishi kerak. Mana ochib tashlaymiz. Davay, mana ham ochamiz. Buni ochish, endi ochamiz, mana ochamiz. Yaxshi, ichidan tovarlar chiqadi. 1.5 mingga mana qara. Pul yetmasmikan? Pul yetmas ekan. Yo'qib ketdi-ku. $6 mana bunaqa narsa tushdi. Bu o'lchagich-ku mana ruler. Demak, $10 ochib chiqamiz, qutilarni, tayyor bo'lgan qutilarni ochamiz. Bu ham tayyor bo'libdi, buni ham ochamiz, ozgincha kutaveramiz. Hozir hammasi ochib bo'lishi kerak. O'sha mana ko'klarimiz ochilib bo'libdi, keyin qizillarimiz ochilib bo'ladi hozir bolalar. Mana ochilganlarni hammasi ochamiz. Bilar, mana degan, 3 soatda ochilar ekan. Bay 3 soatda bizdesku. Mana ochamiz. Klient bizga sovg'a berdi, qanaqadir pul berdi, $400. Qizlarimiz hali ochilib bo'lmagan qizig'i. $100 ga yana narsa beryapti o'ziga. Eng qimmat o'zi mana shuni ko'rdimman, faqat tarvuz eng qimmat narsa tarvuz beryapti. Mana hozir ochiladi. Ozgincha qoldi. Mushroom nima bu? Mushroom. Bu qo'ziqor menimcha. Hozir 1 minutga mana ochiladi. Endi bu ochilgandan keyin biz upgrade qilishimiz kerak. 5 ga pulimiz bor. 5 ga pulga esa biz customer purchase yoki customerlarni ochtirsak bo'ladi. Mana ochishimiz kerak ko'proq. Mana uni zo'r bolalar. Endi mana ko'klarimiz ochiladi hozir. Ko'klardan keyin esa qizillar ochiladi. Qizillardan zo'rroq narsa tushishi kerak albatta. O'shanga men juda ham qizil ochilishni kutyapman. Ko'k ochiladi hozir. 14 sekundga. Mana ham o'p o'libdi, yaxshi. Ishchi olishim kerak. Yana 20 ga yana bitta ishchi olishim kerak. 19 soatdan keyin yana bitta ishchi olishim mumkin. Yana bizga sovg'a nima berdi bu safar? Rare box berdi. Epic box bitga tashlaymiz. 89 sekund ochiladi. Qanday? Mana qachon ochiladi? Mana ochilib bo'ldi, zo'r. Mana ham qulay. 38 ga voy bilan jinni box. Jinni anosini ochildi o'zi ham. Lekin buni olish uchun pul yo'q bizda. Davay. Mana ochilishini kutamiz. 30 sekund qoldi. Ular ham hozir ochiladi. 10 sekundga ochiladi mana quti. Ishchimiz yaxshi ishlayapti. Tekinlaridan ham ko'p olyapti. Lekin iloji tekinini olmaslik kerak. Mana ochamiz. Mana ochamiz. Mana ham ochib tashlab ustiga bosib tashlab ochilib ketadi mana. Tez ochib tashlaymiz hozir. Yaxshi. Bu ham o'zi ochildi. Pushti boksimiz epic o'zi ham. Qani bundan nima chiqar ekan? U $500 narsa sotib yubordik hozir. 1 ga piksak kirka chiqdi. 1 kirkani ham ko'klarimiz ochilib bo'ldi. Ko'klarimiz ochilib bo'ldi. Ko'k qutilarimiz. Oppa, qizil qutimiz ham ochilib bo'ldi mana. Ko'kimiz ham. Yaxshi. Endi zo'rnasilar chiqadi deb umid qilaman. Qizildan nima chiqar ekan? 15 galik chiqdi. 15 galik. Bular jinni-ku bu. 15 galik narsa chiqdi qizildan. Qo'ygan qizildan ham ochilishi kerak. Mana ko'k ochildi. Davay, klientlar kelaversin. Biz klientlarga ochiqmiz. Har doim ochiqmiz. Doim bosib tashlaymiz. Buni ham ochamiz. Bu ham tayyor.
19 sekundga mana buni ham hozir ochib tashlaymiz tez. Ustiga bosib tashlaymiz. Yaxshi, buni ham oldik. Endi mana qizillarni ham 30 sekund qoldi. Bularni ham ochib yuboramiz. Yaxshi, bu qizillarni ochamiz. Nima chiqargan ichidan? 20 sekund qoldi. Buni ham ochamiz hozir. Minecraftdagi Vibe bet. Endi 15 ga bu. Bu ham 15 ga. 17 ga ekan bu daji. Bunisi boshqa gap bolalar. Hoppa, hamma musurkalarni sotaveramiz. Klientlar tez kelsin, faqat klientchilar 20 sekundga mana buni ham tezlashtirib yuboramiz. Yaxshi, buni ham ochamiz. Mana buni ham ochamiz. Bularni ham tezlashtirib yuboramiz. 20 sekund bor ekan. Bo'ldi, buni ham tezlashtirib yubordik. 56 ga pulim bor, jinni bo'lyapman men hozir. Yana bitta ishchi olamiz hozir, yana bitta ishchi. Ketdik. Ikkinchi ishchimiz bu nima qiladi? Bunaqa qutilarni olar ekan. Normalni o'sha qutilarni olaversin bu ishchimiz. Men qutilarni ochib chiqaman. Mana 3 soatda o'zida nima chiqargan bu vaqt qiziqyapman lekin. Qutilarni bosib tashlaymiz. Buni ham ochamiz. Buni ham bosib tashlaymiz bo'ladi. 50 sekundimiz bor. 30 sekund, 20, 10 bo'ldi bolalar. Polis ochib bo'ldik. Buni ham endi ochamiz. Qani nima chiqadi ichidan? Davay, normal narsa chiqadimi? $300 yana melon tarvuz tushdi. Mana ochamiz yana. Mana ham 15 sekund ochiladi. Yaxshi, mana ham shunaqa qilamiz. Zo'r. Buni ham ochib bo'ldik deyarli. Yaxshi, buni ham ochdik. Badar ekan. 1 minutdan keyin berar ekan menga. Upgrade'da bo'lib 37 ga nima kuchaytiramiz? Biz klientlarimizni kuchaytirishimiz kerak. Custom intervalni yoki omadni kuchaytiramiz. Ikkiga mana customizer purchase custom intervalni ham 3 ga boshqasini kuchaytirsak bo'ladi. Yaxshi, mana qutilarni ochib chiqamiz tez. Yaxshi, qolgan qutilar ham ochilishi kerak. Mana buni ham ochdik. Mana 15 sekund bor. 3,5 galik. Endi yaxshi qutilar chiqyapti, lekin ularni sotaverishga pul kerak. Shunga ishchilarimiz qarab turibdi. TV chiqdi $257. Qana ko'klarimizni tez ochib yuborishimiz kerak. Bu sekundli ekanda, shuni sizga ham yo'qmadi menga. Sekundli bo'lganiga bular vaqt kuttiryapti-da. Mayli, necha chiqsa, mana uni ham ochamiz. Yaxshi, bu ham ochdik. $500. Menga $800 televizor chiqdi. Jinni ekan bu. Mana uni ham ochib yuboramiz. Mana ko'k qutini ochdik. Ko'k qutini ochamiz. Davay. Uni ochamiz. Bular pulim nimaga yig'ilmayapti desam, mana kodni sotib olib yotibdi ular. Siqillikmi? Mana shu dahshatli narsa chiqadi. 3 soatdan keyin bilamiz endi nima chiqsin. Day, mana ochamiz. Pushtini. Mana ham ikkinchi, videoning ikkinchi qismida albatta buni ochamiz. 3 soatdan keyin ochiladi. Bu jinni ekan bu ekan. 2 kalik bet tushdi. 1,5 kalik. Eng qimmat narsa tushyapti bolalar. Qimmat narsa tushishni boshladi. Mana ochamiz. 30 sekundga mana ochib yuboramiz. 30 sekund. Sekund bosib tashlaymiz. Yaxshi. Endi 80 sekundga mana bosib yuboramiz. Buni ham to'liq ochib tashlaymiz. $855 pulim bor. Bo'ldi, mana ular pul ishlar. Pulimni ishlatmaslik kerak, kuchaytirish kerak edi u. Navarot. Hoppa, yaxshi. Buni olamiz. 200 ta box olganimdan keyin Divine chiqar ekan menda. Divine'ni sotib olishga albatta pul kerak. Shuning uchun pulni yig'ib qo'yishimiz kerak Divine'ga bo'ldi. Sariq qutilarimiz ham bor. Bitta tayyor qutilarimiz yo'q hozircha. Daydashni kutamiz bo'ldi. Ochilishini mana 5 sekundga ochiladi. Buni ham ochdik. Yaxshi, normal. Qolganlarni ham pushti ham ochildi. Mana ham tayyor. Zo'r. Qolganlaricha. Mana 30 sekund qoldi. 25 sekund, 30 sekund. Ochamiz. Mana ochamiz. 10 sekund. Buni ham ochishga tayyor. Ikkalasini ochamiz. Qancha sekundiga? Bu 2,5 ga sotilib ketdi hozir bittasi. Mana ham ochamiz. Klientlarimiz juda ham ko'p. Klientlarimiz tayyor. Biz faqat qutilarni ochish kerak xolos. 8 ga pulimiz bor. Buni ham ochdik. Yaxshi. Endi qolgan pulga biz bitta kuchaytirishimiz kerak. Nimani? Mana uni kuchaytiramiz, klientlarimizni kuchaytiramiz. Endi bizga juda ham ko'p klientlar kerak. Bizda eng kuchli customerimiz mana 82 ta anonimiz bor ekan, klientimiz bor ekan, 83 ta dashi. Mana 99 ta. Pulimiz lekin kam juda ham. Obunachilar ham bizlar bilan o'ynayapti bunaqa. Merkuriy bizlar bilan o'ynayapti. Soat bizlar ertalabki 3 bo'ldi vallahi. Ertalabki 03:00 bo'ldi. Lekin bular hali bizlar bilan o'ynayapti vallahi uxlamasdan. Vallahi uxlamasdan video tayyorlayotganmiz, videoga like bosganingizga obuna qo'ysangiz endi uyat bo'ladi albatta vallahi. Mana hammasi ochib yuboramiz hozir. Hoppa, buni ham ochdik. Mana kim? Yiban nima? Samuray bot nadayan musur hahaha. Shundan boshqa gapni bilmaysan, Samuray bot musur hahaha deyishdan boshqa gap bilmaydi.
birinchi sinfda hali yosh bola valla. Yoz qani, nima bilasan? Qaysi gap bilasan? Qaysi gapni bilsang yoz. O Merkuriy o'zi keldi valla. Uxlamasdan bizlar o'ynayapti. Qani 20 sekundga mana ochamiz. Da, buni ham ochdik, zo'r. Buni ham ochamiz. Bo'lishdi 30 sekundga mana ochib qo'yamiz hozir. Davay. Juda ham ko'p qutilarimiz ochilyapti. Ishlar zo'r ishlayapti-da bizda. Juda ham tez ishlayapti. Buni ham olamiz, zo'r. Buni ham ochamiz. Yaxshi. Buni ham ochamiz. Bu qutilarimiz buncha ko'payib ketibdi. Tez ochib tashlash kerak bo'lardi. Klientlarimizga narsa kerak-da, produktlarni sotib olishimiz kerak ekan. Ha, nima deb yozyapsan, kod? Assalomu alaykum debdi Merkuriy. Sen yozdingmi? Merkuriy yozib qo'y. Yo'q. Alaykum salom deb yozib qo'ydim. 9 sekundga mana ochilar ekan. Buni ochamiz. Yaxshi. 30 sekundga esa mana ochiladi. Mana nima? Stalbami? Yeb payt qancha bu? 307 ga turar ekan. Biza temir ekan, biza metallom. Metallom sotayotgan ekanmiz, bola. Metallom, temir tersak. To'xtab tur Zaynab, mana ochib qo'yib, bular qutida tiqilib yotibdi sonamda. Klient kerak bizga, klient. Tezroq klient. Klientlarni sotib olamiz. Klientlarda yaxshi. Klientlarni sotib oldik. Endi darsni qutilarni ochishni davom ettirishimiz kerak. Mana ochamiz. Qolganlarni ham ochamiz. Sekundga kam qolganlarni ochib tashlaymiz tez. Qutilarga joy qolmadi chunki bolalar hammasi ochib olishimiz kerak. $8 televizor tushdi mana. Bay, metallomni buni ham ochamiz. Buni ham ochamiz. 60 sekund buni ham ochib tashlaymiz hozir. Yaxshi, 10 sekund, 4 sekund, 3 sekund, 1 sekund buni ham ochdik. Buni ochamiz. Mana tayyor qutilar buni ham ochamiz. Endi bizni 7 ga, 9 ga klientlarni chaqiramiz. Nima? Kim kod deyapti mana? Qani kod deb yozgani? Hozir ko'ramiz. Hozir tekshiramiz. Kod degan bo'lsa durjadan chopamiz. Merkuriy kod deb yozyapti. Amir Bochka. Boqim bir deb yozsammi? Qizlarga o'xshab boqim bir. Amir Bochka deb yozibdi. Yana nima? Amir Bochka desa kod deb yozibdi Amir. Amir sen yozyapti kod deb dalbib. Vallahi Amirda kod deb yozyapti Amirga. Hoppa, mana ochamiz. Bu nima ekan? Smart house ochib qo'ydik-ku. Nima? Merkuriy. Nima asabiylashib ketdingmi? O'shasanmi hozir bilan? Voy, bular qutilarning ko'pligini bola tez ochib tashlash kerak bo'lardi. Hoppa bolalar, hammasini ochdik. Buni ham ochamiz. Yaxshi. Mana hozir ochib bo'ldi. Ozgincha qolibdi manalarga. Mana shuni ochib olish kerak oldin. Mana ochib olamiz tez. Yaxshi. 10 sekund. Buni ham ochdik. Day. Bular qutida shu darajada ko'p bo'lib ketdiki, вообще bolalar. Baqiraverma deyba. Qana bizga 97 ga bo'lsa, yangi boksda chiqar ekan. Max kostyumlarni ko'chirishimiz kerak bizga ko'p. Mana uni ham. Zo'r. Qani nima deb yozding? Kod bola bilan ikkalasi o'chib o'tiribdi. Qani ana bu bokslarni ochamiz, qutilarni, mana qutilarni ochamiz. Endi qaysilar qoldi? Mana hozir 5 sekundga ochiladi. Mana bu ham ochiladi. Buni ham ochamiz. Yana qaysilar qoldi? Mana ham 3 sekund ochiladi. Buni ham ochamiz. Mana 30 sekund. Hammasini ochib olishimiz kerak. Sekund oz qolganlarni. Buni ham ochdik. Mana ham tayyor bo'libdi. Bular ham tayyor. Nima deb yozdi Merkuriy? Sen oldin yaxshi yozishni o'rganib ol. Sen oldin yaxshi yozishni o'rganib ol debdi. Mo'las. Tay bolalar. Qolgan qutilarimiz ham hozir. Biz tayyor bo'lishini kutamiz. 2 minut kutamiz bolalar. Qolganlarni keyin hammasi ochib chiqamiz. Bolalar juda ham ko'p qutimiz ochilib bo'libdi. Hamma qutilarni ochib chiqamiz birma-bir. Oy, juda ham ko'p qutimiz tayyor bo'libdi. Mana ishchilar ham dahoy quti olib tashlabdi-da. Bor bularni qaranglar. Voy, bularning ko'pligini. Merkuriy urushib o'tdi. Ana ikkalasi Merkuriy bilan urushib o'tibdi. Chatda 20 ta xabar kelibdi o'zi. Voy bolalar. Biznes vositashimizda mana. Nima narsa chiqar ekan. Dahshat narsa chiqibdi lekin. 15 galik bas. Fuy bular. Pulimiz vaqti daqiq bo'lib ketadi hozir bolalar. Qutilarning ko'pligini qara. Produktlarni. Voy bular metallollarning ko'pligini. Voy, bunisi boshqa gap bo'ldi bolalar. Hoppa, hammasi ochib chiqdik deb o'ylayman. Yara ochib chiqmadikmi? Bo'ldi, ochib chiqdik. Qani endi nima kuchaytirsak bo'ladi bolalar? Omadni kuchaytirishimiz kerak. Omadni qancha kuchaytiramiz? Omadni biz 97 ga kuchaytirar ekanmiz. Yaxshi, omadni kuchaytirsak zo'r bo'ladi. Qolganlari ochilishini kutamiz bolalar. 2 minutga ochiladi. Mana o'sha ochildi. Ochamiz buni ham. Qaysilar ochildi yana?
mana qizil ochilibdi. Qizillar ochilsa zo'r bo'ladi. Qizilda ko'p narsa beradi, zo'r qimmat narsa beradi. Demak, bizda 55 ga bo'ldi. Hamma narsani sotib bo'lgandan keyin biza omadni kuchaytirishga bo'ladi albatta. Mana olinglar 8 ga, 10 ga mana shuni olinglar iltimos. Hotellar omadli emas, undan ko'ra biza mana Max kostyumlarni kuchaytiramiz. Короче, mana olamiz, buni olamiz. Buni olamiz yana 20 ga biza yana nima kuchaytirishga bo'ladi. Custom purchase'ni ko'paytiramiz mayli. Ko'proq pulga sotib olishadi-da bizlar narsalarni. Demak, bizlar mana quti ochilsa kutyapti. Mana ochamiz, buni ham ochamiz. Qizil quti bor. Qanday cho'la qizil 7 ga normalniy. Ko'k quti bor. Bo'ldi. Mana 3,5 soatda ochiladi. Nima? Ha, to'xtab tur. Custom intervalda kuchaytiramiz 22 ga, keyin mana kuchaytiramiz 20. Qanday yozganlaringizlarni? O'qimaganlaringizni. Nima deyapti bu? O'zingga nima no? So'kinma. So'kinmayman. Hozir itaraman dedi-ku. O'yin qilma. Nima? Necha yoshsan? Ko'tmisan? Bum, nima deyapsiz? Sen necha yoshsan? 13, 17 yoshman. Zo'r ishondim. Rostdan 9. Endi aytmoqchi edim 9 deb. Men tanimayapman. O'zidan to'g'ri aytlasizlar. Dalik chinasizlar. Sen 9 yoshmisan? Sen 7 yoshsan-ku. 8 yoshsan-ku dalboy. Mashkaga aldebdi, bolalar ishonmaydi amichni gapiga. Taqdirma mayli sayfa. Karamma yo'llik boks ochildi, bolalar biznes boks. Lekin nochigina pul yo'q, eng qizig'i. Короче, daqiqa bo'lib ketdi narsa. Bolalar, qarang, shu joyda videoni tugataman. 200 ta narsa sotibmiz, metallom. Qolgani ikkinchi qismida chiqadi. Albatta, mana bu kesni ham ikkinchi qismida ochamiz. Videoga like bosgan, yonib qo'shimda keltirib ko'rishguncha bolalar, xayr.